Jon Persson, 238 polkning komandiri. Polkimizning başkan mas'ul. Hopman doktor, Devlet Amanlık Saklaş İdaresi'den. Şarkı Canıp Ali Kumandarlık Ştabi meni fevkalade vazifeden evetti. Hukuk dairemden haberiniz vardı. Başkumandarlık ştabının buyruğunu topşırıp aldım. Bu kuruluk armiye marşalının buyruğu. Ben bir yerde durup çok hoşuna gidip gelişmiştim. Bunu bilemem. Sizge maksus bir işhane tayarlap koyduk. Rahmet. Cenab-ı Pençesi, hoş. Bu etrafının ahvalı kandar. Partizanlarının hareketlerini saydınız. Bu cihette sizin akbarat bilen teminleymen. Bu köyrükni qoğdaş biz üçün etqanda qançilik siyasi ehmiyetki egi ikenligini düşünemsiz? Bu köyrükün harbiy cihetki ehmiyetini düşünemen. Oğul şunda. Menin siz siyasi işlerine anç kızıqmar ekensizde. Ben harbiy adam, Hopman doktor. Bu qaravul nima üçün kulak qalpaq kelmeydi? Bizge hazır qattiq intizam gerek. Cenab-ı polkovnik, selli bir xutlatsınız bu tağlıqda candan ayrılıp kalırsınız. Urushyan başlanğanda harbiy unvanınız neydi? Polkovnik. Paşeke, hop! Bana, polkovnikin atları. Etrafına bütünley mina uğurlaştırılgan mı? Elbette şundak. Urush yeni başlanğanda ben fakat Patkuvat'ya leytenant ettim. Urush hakikaten kişilerin talatı cari kıldırışına yaxşı pırstı ki. Şundak. Eğer o hayat kalgan takdirde. Mani siz hayat durupsuz mu? Köpsetim yaralandım. Dördüncü kısmı da size kaç bombada silkinip gittiniz halas. Signala yaklaştı. Yara söylerinin hemmesi telefon signal üstünleri var. Merhamet. Merhamet, polkovnikin atları. Enes, maşin nepke. Hop, polkovnikin atları. Hayya. Biz davamlı qala qilishib turayli. Ben qo'shilmay turib siz har qanday qaror chiqarma. Janobingiz, polkovnik, janobi polkovnik, sizingiz qo'mondonlik qilishga bilsin bo'lmasa. Men o'zim qaror chiqaramasam, andaqda. Janobi polkovnik, sizni ofitserlar maktubida o'rgangan usullaringiz bilan bu ko'rikni saqlab qolib bo'lmaydi. Bu ko'rik muntazam qo'shinni hujumga uchirmay, partizanlarni ushtimtib hujumga uchirishi mumkin. Bu ishni menga topshiring. Bu mening maxsus kasbim. Qayl ketdim. Ben sizni kutgili hali oldu. Jamil Vatan yoldaş polkovnik. Demir işinizni qo'yib turing, yo'lbars.
Qarang. Mana bu ko'rik 612-nuqtaning 200 kilometr doirasidagi birdan-bir muhim qatnash yo'li. Agar nemis qo'shinlari Gretsiyadan chekinib bu ko'rikni o'tib ketsa, ular mutlaq ustunlikni egallaydi. Bu chog'da bizning qo'shinlarimiz ig'ir ahvolga tushib qoladi. Albatta, bu nemislarning plani. Bizning planimiz-chi? Bizning planimiz uni portlatib o'tish. Bizning o'rnimiz bu yerda. Ko'rikni muhofazat qilayotgan nemis qo'shini bizning oldimizda. Ko'rik ularning kaynida. Uni portlatib etsak, ularning chekinish yo'li uziladi. Yordamchi qo'shini yetib kelishdan ilgari biz hujum boshlaymiz. Nemislar bizning o'rnashtirishimizga bo'ysunamdi. Shundoq, yo'ldosh mayor. Ularning muhofazati intayin qattiq. Sizningcha ashik ko'rikni cho'qim portlatqili bo'ladimi? Men sizga ishonaman. Tarafga havo armiyasini beklab ishdan chiqalamsiz nima? Biz mi o'ylashdik? Ko'rikning joylashgan o'rinda qaraganda aeroplanda amal qilish mumkin emas. Nemislarning o'rilish ahvolichi bir polik askar kuchi bor. Ko'rik atrofiga mina o'rlashtirilgan. Ular belgi uskunlar bilan tizimlangan. Unda qanday portlatgan bo'ladi? Chorasini etib vazifani o'zingiz chora tepib o'rinlaysiz. Berilgan vaqt 7 kun. Nima dedingiz? 7 kun? 7 kunda hatta ko'rikni yetib boramayman. Nemis qo'shinlari 7-chi kuni ko'rik yetib keladi. Hatto 5-chi kuni atgan soat 8da ana shu vaqt ko'rikni portlatib o'tish kerak. Burunni emas, kiyim emas. Bunday shartlar bilan o'rlayolmayman. 7-chi kuni atgan soat 8da biz hujum boshlaymiz. Agar ko'rik portlatilmasa, biz hammamiz qurbon bo'lamiz. Oxirida bir odam qolmaydi. Bu qanchalik odamsiz bilamsiz? 5000 odam. 5000 jangchi yo'l bor. To'g'rimi-chi? Buni qayerdan olamiz? Mang'iliq ishga mashina to'g'ri kerak. Uning ajallik yerini bilsangiz, ancha ko'p ketmaydi. Buning uchun siz maxsus bir maslahatchi tepishingiz kerak. Kimni? Mushu to'g'risini loyihaga injenerni. Qayerdan topaman? Dushmanning oqchisidan. Manday sizni uning bayriga boshlab boradi. Bo'lur. Yana kimlar? Siz qanoatlinsiz. Davar doni. Bu bir xo'sh xabar. Yana-chi? Biz maxfiy raqamli radio orqali aloqalashamiz. Shundoq bo'lsin. Mayor, sizga o'ngishlik tilayman. Ko'rikni xaridini o'chirib chiqarib ketma. Men uni allaqachon o'chiribman. Xayr, xo'sh. Xo'sh. Adam tanlab berdi. Adjutantingizmi? Yo'q, o'zim tanlab beraman. Qo'lini ishkildigan adam tanlab ber. Eli ko'rsiz. Nemis qarovurib turmaysa, sizni sevmabdimi? Mayor bilan berib vazifa o'rlaysizlar. Bu yoq hozirdan boshlab sizlarning rahbaringlar. Buning har qanday buyruqlariga bo'ysunishinglar kerak. Buningda gap yo'q. Albatta. Nima qurolish etsa? Pichoq. Tinch. Og'amcha mayor. Tinch. Qurol yoldash mayor. Quroling qani? Menda yo'q. Chiqinglarda gap yo'q. Qurolni qanday qilamiz? Qurolingizni o'rniga bering. Istilatga berib olsin. Vaqt yo'q. Qurolingizni o'rniga bering. Sizlarni qilmoqchi. Uning qurolini tatib olinglar. Nimaga qarab turibsizlar? U bermaydi. Men sizlarni yoldirdim edim. Sen derhal özürme qayt. Özürme qayt. Qurol tatib olinglar.
mening bilan Basu. Bu ikkisi mashada qolsin. Kechiringlar yigitlar. Sizlar buyrug'imga itoat qilishinglar kerak. Xayr, xo'sh. Muvaffaqiyat tilayman. Gözsüz. Ahvalni vaqtida saqlab turinglar. Tugidi. Yana 6 kun qoldi, Semit. Bizning qo'shinimiz ko'rikdan o'tadi. Yana 6 kun. Qara. Bu ko'rikning agimisi nimiga o'xshaydi? Nimiga o'xshaydi? Bu... Gapda. Nimi kulibdi? Bu... Qo'nga o'xshaydi. Bu... Sabrga o'xshaydi, doktor janoblari. Seni. Sen abadil-abad bir cho'chqa. Fikr qilish iqtidoring yo'q maqsad. Shundoq qo'yqamish janoblari. Bu bir bo'yin turib o'xshaydi. Sening shunig'ini aqling yetmaydi, ha? Yaxshi o'xshash. Yaqin arada uni birisning bo'yniga solin. Lekin u kim? Aytqana Semit. Sadiq kim? Bu yoqqa. Birini aytdi. Taliyangni sinab baqayli, ha? Mushu. Adashdim. 2 oy burun biz uni tutib olgan. Qani, yana bir aytaq. Men yanılı adashdim, doktor janoblari. Bu o'z odim. Öz adımımız, ekilek et fakat. Sen neyim için bunu öz adımımız deyse? Çünkü İtalyalık. Sen tazımı 4 neyim içeyse. Sen İtalyalık dostla öz dostumuz buludu deyip oylamışsın. Sen bunu men güçlenmezsin. Sen bu adamı bilir misin? Öyle mi? O hakikaten İtalyalık. O İtalya armisida serjant bo'lgan. O bir bilan o'tib qilib harbiy sotda jazolangan. Urush boshlanish bilan o'tish madrasasiga ketib ketgan. O partut mahiri. Shu partlarla onu partut Batur deyishdi. Uning haqiqiy ismi Messi Sabatoni. Dostlar xo'sh. Bo'ldi. Qurban bo'lsam, agar urushda ko'minglar meni egil saqqa. Dostlar xo'sh. Tuproq beshimdan o'tganda do'stlar, ketib qo'ysin xo'sh biroq gullar. Muvaffaqiyat tilayman Bambino. Rahmat sana zo'r bo'l. Boshla. Barakallah. Xo'sh, qurban bo'lsam, agar urushda ko'minglar meni egil saqqa. Dostlar xo'sh. Tuproq beshimdan o'tganda do'stlar, ketib qo'ysin xo'sh biroq gullar. Ayo. Qara. Yoldalar, benim dostum.
Bu kişi hasta adamcı mı? Menimce o anca korkunç çıkamaz. Nima qo'rqinishi kerakligini bilamsan? Araga kela. Tugadi. Birozmi yo'qmi? Yo'q dedim, yo'q. Hemen chiqib o'tdim. Sen meni aldab chaqam bir paketinimi? Yo'q dedim ama. Bu mening eng yaxshi yordamchim. O Bahadur partizan. Yo'lva. Sen men qanday xush xabar bilan akelding, ha? Aytqina, esingchi. Gapni hammasi senga qilmoqsan. Biz ko'rishimiz uzun bo'ldi. Mana bizga adroq aytamiz. Endi sen oshpizon bo'ldingmi? Dedi. Salomat bo'ling. Do'stim, ichsamsan? Bilmayman. Qadinoq do'stim, o'tgan kishida esingdimi? Bizning birga ishlagan chog'larimiz nima degan ko'ngillik. Keyin biz barnib ketdik. Shundan beri men haqiqiy paket tishiri bilan faqat shug'ullanib boqmadim. Bu qatim men seni haqiqiy paket tishiri qilmoqchi. Rasma, bu nima degan yaxshi. Yana birga bo'ldik ekan. Aytqana, nima portlatimiz? Ko'rgin, eng tayini yaxshi ko'raman. Bu odat ko'rgan. Barakalloh, men ana shunda qashamat ko'rgin, baxtni yaxshi ko'raman. Qamoq yo'q. Ben de yine bizden basılalım. O'zing bil. Bambino, agar yaraydigan bo'lsang, men seni birga yaparman. Rahmat sana. Ben bo'lmasam sen yashamaysan. Do'stim, tamoq yemsa? Ot yeyman. Manday qayerda bilamsan? Bambino biladi. Buning axborot oziq-to'liq yetkazmagan. Bizni boshlab qo'ydi. Ma'qul. Uchu, u nima qila oladi? Hammani qila oladi. Kulishni bilamdi. Do'stim, pichoqlagini? Yo'qdirman. Bir stakan ne yashirmisi? Ma'qul. Mana bu 66.750 so'm. Rahmat. Mening bu azroq sovg'amni qabul qilinglar. Ma'qul. Buyachi nima degan ko'p? Shundoq, qish kelganda o'ladi. Yaxshimisiz, kapitan? U hozir mayor. Vaqtning o'tishi nima degansiz? Sizning o'sishingiz tezroq. Menga qiziqqanligingizga nima deb rahmat aytsam bo'lar? Bu kövrüsüne taşqandan qatnaşqan. Sizlar parti o'tanmaysizlar. Nemislar xuddi ishtek tikilib tursa. Bir kishi bizga yordam bera oladi. Kim? Shu ko'rikni layligan injener. Bu kimning ko'rsatgan aqli? Nima? U nemislar hamkorlashmoqchimi? U uydagilarni hamkorlashmaydi. U hatto bir istakanni chekishni xohlamaydigan tursa. O'zi yasagan ko'rikni part tutamdi. Mumkin emas. Bu uning birinchi mahsuloti. U barliq yurak qanni sarf qilgan. Buni bizga ketdi. O'g'irlik jonlar otidi. Menimcha bu ishtimda qilmaydi. O'g'irlik jonlar otidi da'vatiman. Sen ishtim demoqchimi? Sizlar tanishamsizlar? Kim? Yo'q. Shaxsiy hisobni keyin qilishimiz.
Demek mi? Sana hiç kandak faydası yok. Şikletem. İşte kodun. Nima qilmoqchi? Qilmishkorlikdan qurg'isimi? Shundoq. Men shu. Patgvardiya polkoni Hopmandastor sizni taklif qiladi. U atandini men tanimayman. Bag'anda ekan tanishsiz. Juring, mangayli. Bir stakan çay suyu bulamdı. Bu yerde ise çay var. Rosyatki. Ben kimyen güçlü olay. Siz bulam. İnjinir olamsız. Şundak men. Kechiring injinir, biz sizni parakanda qilib qo'ydik. Men sharaf bilan kimga erishmay. Albatta bizga erishishimiz kerak. Sizlar zodi kim bo'lasizlar? Bizning kimligimiz sizga nihoyat aniq. Men sizlarga hech qanday ish qilib beramayman. Kechiring. Ko'p so'zlashga vaqt yo'q. Meni sayyorga qilishi mumkin. Men hech qachon sizlardan meni qo'llashni talab qilganim yo'q. Sizga sapasini qo'zg'alishni kutib turyotamsiz. Lekin buni meni qo'zg'alishinglarni xohlamayman. Kechiring. Darhol biz bilan menishingiz kerak. Marhamat. Mayor, agar deniz ko'rsat, sizga rahmat aytaman. Siz menishingiz kerak. Ne görmüş, bağında bilirsin. Ya bana eğitim acır gibi. İçemsin. Rahmet. Arak bu. Şimdi ben şöyle. O daim arak içiyor. Ya ne diyeceğim güzel. Acayip çıraylık ha? Tadım arılık okşaydı ki. Eğer berip ziyaret kılsan uyanın güzelliğini bilettin. Senin tehliğinde minnettarlık bildirme. Sen beni çürüğünüze kapırar mısın? Makul ben bino. Ben seni çürüğünüze kapıray. Kandarı kızcakla tapsam, benim kızcılıkımda bakıyorlar ha? Rast rast. Provinsa'dan nurgun güzel kızlar, çaylık görüşler bak. Şundan mı kesipler? Ben kandak siz bilen kesip taş kurulur. Biz rakip kesip taş. Siz körük salısınız, ben partlatım, şundak mı? Şundak. Siz hemiz bulup camiye neç körük saldınız? 3 tane. 3? Ben 5 körükünü partlattım. Kandak sizden dansınız, meninkidin son kendi. Nazikine, lekin sizin helik körükünüzü partlatış bu onay iş emez.
Ne davatsız? Mayli, Kim ko'rigi? güzel ko'rigimizni bildirmoqchi edim. Qara, seni ishni buzib qo'ydim. Mayor, to'xtab tur. Yurasini mening ko'rigimni portlatmoqchimi? Manmay. Bunlar aslında ayting, ko'rigimni portlatamsizlar. Shundoq qilmay bo'lmaydi. Biz birlashib qurdik. Endi birlikda buzamiz. Bu mening ko'rigim. To'g'rimi? Bu o'qni sizga kim berdi? Bu urush, injener. Urushimizni qo'yib turing, mayor. Injener, ko'rigimiz 5000 odamning hayotiga munosabatli. Uni portlatmasak 5000 odam o'ladi. Bilamsiz? Sening taktikalarini bilmayman, lekin ko'rishni portlatmayman. Aldingizmi? Cho'qim portlating. Balki siz yordamingsiz. Mumkin emas. Shuni aytib qo'yayki, hargiz yo'qolmayman. Savunga mas'ul. Kimni izlayapsizlar? Bir tane izlaymiz. Ishqamisiz? Ozroq ish bor edi. Gestapo uni tutib ketdi. Qanday ish bo'lsa, menga aytinglar. Buning nimasi bo'ladi? Aytdi. Biz tashliqdan o'tmoqchi. Bizga yo'l boshlab bera olamsiz? Sizlarga bormoqchi. Bu o'zimizning ishi. Bizga yordam qila olamsiz? Mumkin. Qara, rasaçımın olduğun bulduk. Ne diyecek şöyle? İnjinir qani? Sana geçip ketken to'g'ri.
Ben sana nemi dep buyruk kılgan? Sizge erişmangandı dep oylaptım. Seni bir yerge uylugunu ekenmegen. Oldu, onu ayıplama, hemes meni kutkuzumen dep oğayış. Hayt izleyin. Sen bağırma. Bunun ulan kapal. Çıkınlar müçertip durunlar. Gelin. Biz yeni şehri berip savaş kılamdık değil mi? He, qaytı gelmesine bir oyuncu bile ya. Vay Xudoy, sazın bir japalık gün oldu. Bırak gelin. Gidiyor. Bambino. Bambino! Hayt gel! Hey! Tek misin? Hakikaten ver.
Kimse satın bul! Senin kasaptın. Senin körgünlüğünü fazlet edemez. Sen anladın mı? Körgünlüğünü fazlet edemez. Beni öyle koşup körgünlüğünü fazlet edemez. Bakın mı? Tuttum. Hayırlı gece efendiler. Bizim kısa hayatınla caydı bulduğumuz değil. Buyurun lan. Biz tanışıp olaydı. Pasguardia ofiseri Kavut. Kavut soğuk iş degan ma'noda. Professor Shernik tulki degan ma'noda. İntayin ma'noli qismda shunday emas. Efendiler, navbatchilarga keldik. So'zlama. Bu efendimning familiyasi nima? Petrovich. Petrovich. Petrovich efendi, bana o'zingizning qayerga borganligingizni so'zlab berishingizga bo'ladimi? Qo'noqchi bo'lib bormoqchi. Anlashimcha bu yil qo'noq bak o'xshab ketmiş. Eytinglarchi. O'sha yig'ish atrat boshlig'inglar kim? Bular so'zlashni bilmaydigan odamlar o'xshaydi. Shernik. Ular cho'qim so'zlaydi. Eng yaxshisi bir vakil chiqib ular uchun so'zlasin. Qo'ldan chiqaringlar. Sen oldiga chiq. Birodarlar, bu kishi sizlar bilan so'zlashni xohlaydi. Qo'linglarni o'ringlar. Shernik, men sana qo'l ko'rishni o'rgatib qo'yay. Efendiler, men qo'linglarni ko'rib boqay. Shernik, buni qo'l qara. Bu odam o'ltirgan qo'l. Ko'n askarlarning uzun yillar sargardonlikda o'tgan qo'li. Yani İspanya'nın bağı. Bizim kalı bağı. Konak üzgülü mü? Şiirlik bunun kara. Bu oldun çoğun işler gelir, bırak ölmeksin. Ben eytay ki sizin ömrünüzün, köylüğünüzün ömrü uzun bulur.
Yolunuzni tushirdim. Ayollarning qalbini men zot tushunmayman. Bu bir yaxshi niyatli odam. İsmingiz Boydi. Xotirjam bo'lmayir. Xato qilayotganim yo'q. U ilgari mush atrofda partiyalik harakatiga rahbarlik qilayotgan chog'da Mo'g'urki deb ataladi. Bu yaxshi niyatli odamning nima ishlarni qilganligini bilasiz? Rahmat sana shernik. Bu mundaq ish. Yo'ldosh Mo'riga o'zining yaqin do'stini yo'qotish to'g'risida yuqorining buyrug'ini topshirib Chunki u asli qilgan. Lekin bu uni qochiraydi. Biroq u bizning jasusimiz ekanligini bu soat o'ylamagan. Oxirlasi bo'la. Men qoldim bu. Unutib qoldim Petrovich efendi. Kechiring. Miss Petrovich. Hammani bilib turib, yana nima uchun uni qiynaysiz? Efendim, men odamlarning bekor o'ltirishini xohlamayman. Unutib qolg'ili tashlab qolibman. Ko'rikni silab, qaysi usul bilan portlatmoqchi? Ko'rikning har bir turiga durib qo'ymoqchimi? Mumkin emas. Ko'rikning atrofiga mina ko'milgan. Mayor qanday qilmoqchisiz? Bu ishga yana boshqa turishni xohlamayman. Nima? Efendiler, ko'rishaylik. Bular restorandan tamoq etagin, pulini men to'layman. ishni men aytmadim. U hammani bilyapti. U qandoq bilgandi? İhtimalilik partgvardiya ofiseri qo'l ko'rishni bilish kerak. Xotin arada bir bovay qo'l ko'rishni biladi. Onda qo'y javob ber. Aramizda xoin bor. Cho'qim shunda. Mujitcho. Bizni dushmandan qattiq o'tishagan. Mush bo'lmay kim? Men ishni bir murat etmadim. Ben onu kutkuzu verişine oylagan. Sen özünü kutmazmakçı. Nime? Ben hata kılmadım. Ben bunun bir haini kaçıvettiğini anlaşılarla bu işini ştabkın alım kıygan. Sen koruk töhmet kılıp benim Ruslar için işledi demek ki ma. Sen hazırmış belki işlemekte. Siz oldu. Eğer o hain bulsa bir yer kemmetti. Siz çok, siz mündet geldiniz. Siz kaç kopmuş bu alamet mi? Kaç katınız buldu? Benim küçük kız. Benim katına kız gidip. Doğru söylüyor. Talihimizi bir sanıp göreyli. Kıdra. Katını hemen götürelim. Talihimizi bir sanıp göreyli. Kıdra. Katını hemen götürelim.
bizni gelişini talep kılır Allah bana. Kulağından çekinini kıl. Allah zavardı o diye. Yoldaş Mayır, akbara çıkavutsuz kızımızın ülkeye. Savcılığın olacağı da. Uyma oynama. Bu en yaxşı bir plan emasın. Subhanallah, bu kandak iş bu uyumu düşünme ya. Ulan ne ola? İzlini bir gitme ola. Bak, çakın başına çıkan ola. Ses. Bu neydi benim? Eytama, Meni yaman çıkarttı koruyla. sizin sınıf yakışık doğru geldi. Sizin işte kulağınıza taktınız den. Bazılar gumalınız. Sen olmuş mu? Yok, benim atam neymiş? Şuna ben, ulanın işenisi iyi oldum. Ya, biz Yusuf'suz. Ben siz okşaşım hoşunda hizmet işleşini halayına. Acaba, bizni bu kapkana kim düşer? Sen? Yok, korkma. Size iyicinin etmangan dinkiyin. Kendine adam sağ. Yaxşı yaşayalım beni sözüm. Mannay. O koş. Neymiş mi? Yok, o bizim adımız. Kandak suysulanım adımınla olur. O bizim ahbaratçımız. Şenaz mı? Ben fakat düşünemedim. İyi çıkmamaydı. Bir zaman sıkça tartışmaydı. Neymiş ki? Biz gördük babamın bu. Kitapta malumat verme. Siz yardımcı soran iş var mı? Zahmet, acı demez. Yüzümüz olmuş olamaz. Sizler beni yürünler. Nimet güzel. Şu titrep özgergen. Bütünley özgergen. Hazır texmi güzelleşip ketdi.
Yıllığı bilen koşulup, bir bütün gevdigi aylangan. Siz bu körükni ahir katım kaçın körgensiniz ha? Men onu katnaş başlangandı körgençe. Şundan beri siz bu yaklarga kep bakmadınız mı? Bu an'anaviy odat. Qurilish ustisi o'z vazifasini tugatgandan keyin qayta huzurini o'tamaydi. Aman gider! Aman mı? Aman dikkat taşla! Bana mı? Arka bırak! Aldı mı? Asta! Mannay. Hem de Allah! bu qatim hali ko'p odam ketdi. Odam ko'p bo'lsa yaxshi emasmi? Xuddi soatga o'xshaydi. Rahmat sizga. Bu nima ish? Kitobga ma'lumot bermamsiz? Belgilangan vaqtda berma. Qaysi vaqtda? Degan soat tushdi. Ha, vaqt xeyli bor ekan. Ha. İnjiner, bu yoqqa chiqing. Allah, yana ozroq yer. Vaqt o'qiling. Ataganda bu ko'rikni cho'qim patlatamiz. Buni bilaman. Biz sizning yordamingizga muhtojmiz. Mening yordamim sizmi sizlar uni partlata olasizlar. Partlata oladigan bo'lsak sizni berishga emas. Mening sizmi sizlar qila olasizlar. Bunisi cho'qim. Mumkin emas. Bizga berilgan vaqtdan patlatqish to'g'ri chek. Shuni doğrudan dal joyiga qo'yishimiz kerak. Buni faqat siz bilasiz. Qani ayting, doğruni qayerga qo'ysak bo'ladi? Qayerga qo'yishni xohlasanglar, shu yerga qo'yavering. İxtiyor o'zinglarda. Bu ishni meni aralashtirmasliginglarni so'rayman. To'xtab turing. Bizga do'rini qayerga qo'yishni aytib bersangiz bo'ladi. Agar qo'rqsangiz, bormasangiz nima bo'ladi? Xato tushundingiz. Aytman sizlardan ko'rikka dil bor emas. Lekin ko'rikni buzish ishiga men qatnashmayman. Getir. Yer haber var mı? Komutanlık şinatları, bir yerde bir akbarat var.
partizanlar mush o'rga kiryapti. Yaxshi. Mashq bo'lamdi. Meng'ishki bo'ladi. Biroq soat 3:30dan burun harakat qilishga bo'lmaydi. Xo'p, polkovnik janob biri. Soat 3:30dan burun harakat qilishga bo'lmaydi. Mumkin qadar yiroqroq turinglar. Ular sezib qolsa, butun plan buzildi. To'xta nima? Polkovnik janob biri. Sen bu ishga mas'ul bo'l. Menga ularning terigi kerak. Bo'libmi ularning chirkib berdi. Tushundingmi? Xo'p, polkovnik janob biri. Ko'zi ramlasini chaqirdi. Mayada. 613. Men Emrah. Sizdan. Akam keldi. Ular derhal partlatqichlarni berib, belgilangan vaqtda ko'rikni partlatsin. Malni vaqtida olib ketdim. Qari kelkin. Tushundim. Tugdi. Yaxshi. Mayor, dal soat 8da hujum boshlaymiz. Andaqda boshqa guruhlar nima ish qiladi? Endi ularga ehtiyojli emasmiz. Siz boshqa guruhlarga shundaqda o'qitish qilsangiz bo'ladi. Hozir hamma ish yo'li vaqtida qoldi. Tayyorlanlar. Bu yerning patlatqich doğru olamiz. Chirkovga berish uchun qanchalik vaqt ketadi? Yarim soat vaqt ketadi. Bo'lib, 1 soat ichida yo'lga chiqamiz. Biz daryodan o'tamizmi? Yo'q, yaqin yo'l bilan mangayli. Bu neymiş? Allah'ını öldürüldü. Bu ne hiç kim gitme. Uqtulma. Şu öyle korşanla, çapsa. Bilmiyorum. Derizini taşanla. Çapsa. Bu iş oldu. Çakan bunu. Hayal biraz para durdu. Partlatqich doğru çıkıyor.
turgan ediniz? Şunda, ben sizni çakırtıp geldim. Vakit toşup kaldı, yolga çıkış gerek. Yolga çıkış gerek. Nege? Qo'shnimizni kutib olasiz. Xizmat o'rnim Mash'ada. Men Mash'da turib qo'shnimizni kutib olishim kerak. Chunki buyruq bo'yicha mushuk ko'rikni muvaffaq qilyapman. Andaqda bu ko'rikning mavjud bo'lib turishi sizni to'xtangiz kenda. Sizlarda undaq o'ylig'im yo'q. Anisi yo'lda o'ylag'ashmang. Demak, polkovnik raptori. Mening mashinam bilan Pemperson polkovnikni olib qo'y. Polkovnik raptori. Soat 8da siz bilan generalni kutaman. Marhamat polkovnik. Bu yerda düşman bizni sezib ololmaydi. Ular bizni nima uchun sezib ololdi? Chunki ularning shpioni bor edi. U to'g'ri aytdi. Bizga xoinlik qilgan odam bor. Cherkovda shpion bo'lishi mumkin. Yo'q. Bu xoin Mash'ada. Bugun kecha Gallo o'ldirildi. Ahvoldan qaraganda nemislar axborot yaratgan odam bor. Şu, kişide onun yalnız öldü aynı zügelliğini gördüm. Sen çok. Sen sırkını çıktın. Keçide hemen talağa çıktık. Bu meselini düşündürüp veremeydi. Bu kız eski var. Bu kız zaten neymi adam? Aralar kandak kapışlı vardı. Biz onun ufkusu Mirdan, Bettan'ı tapmakçıydık. Mirdan, Bettan. Şundak. Mening o'ltirishlik joyim u kentda emas. Men u yerga Bettan qo'lga ilingandan keyin borgandim. To'g'ri emas. Bettan Gestapo tarafidan qo'lga ilinigani yo'q. Buni men bilaman. Layık değilim. Gestapo Bettan'ı ötürüp etip, onun uğruna bir şüpheni kaldırgan. Yo'q, bu past emas. Bettan mening ukam. Uni tutib ketishdi. Nima qilmoq ishonmaysizlar? Agar u shpion bo'lsa, nemislar nima uchun uni atmoqchi bo'ladi? To'g'ri aytdi mayor. Bu qushning sening odaming ekanligini, shundaqla o'ltirishning yolg'on ekanligini u bilmish kerak. U biladi. U o'ldirilmaydiganligini biladi. U qanday biladi? Men uningga aytgan. Bu past emas. İnkar qilmoqchimisiz? Men buni biror ahmoqona ish qilib qo'ymasin deb, aytib o'ldirishning yolg'on ekanligini uqtirib qo'ygandim. Bu past emas. U menga hech nimani aytgani yo'q. U menga hech nimani degani yo'q. Menga ishoning. Der. Nima qilishni bilamsan? Meni demsiz, Men sana buyruq beryapman. Nima qarab tursan? Sen uni xatolashmoqchimi? buni boshqalarni qila oladi. Vaqtni isrof qilmaylik. Uni bog'la. Sizlar nima ishga meni bog'laysizlar? Menda gunoh yo'q. Menga ishoninglar. Menda gunoh yo'q. Menda gunoh yo'q. Menga ishoninglar. Ko'rishni qanday qilamiz? Bir ish qilish tursak bo'ladi. To'g'ri bo'lmagan lekin hech nima qilib olmaydi. Menda gunoh yo'q. Menga ishoninglar. Men chiqib bir amal qilib baksam qandaq? Bo'ladi. Amal qilib bersin.
Endi keldingiz. Xudoga shukr. Men tasdiqni qutulib keldim. Polkovnik janoblari, ular meni bilib olgani tasli qoldi. Oxirda ularning odamidan birini tutib berib, oran deganda qutuldum. Ular hozir qayerda? Ular aşağıda. Ali tağının önkürüde. Ular texi mening yordamimni kutib turishyapti. İşiniz yaman emas. Rahmat sizga. Biz bakrak oshirib o'tdikmi nima? Bu ishga o'zim javob qilmoqqa o'tasiz. Yuqori organdan menga bu ko'rikni muhofazat qilishda har qanday chiqimga qaramaslikni buyurgan. Lekin o buyruqda chiqimning eng zo'r cheki ko'rsatilmagan. Ani ko'rik turibdi-ku. Şehirning odamlari bilan qo'shib etib tashladim. Bu bedel azmı? O yardımcı kısmı adamları. Siz bilisiz kod. Yardımcı kısım anca itibarı gelinip yetmeydi. İmra Efendi de mundak bir göz karışta. O namakliyetligi kavri içinde saklanırın yaxşı deydi. Şunday polkovnik janoblari. 2 kun ilgirlar partizanlarni butunlay yo'q chiqib bo'ldi. Yo'q chiqmamaydi. Agar bu gruppa o'z vaqtida yuqori doklat bermasa, ularning yuqori organi yana odam avatish mumkin. Lekin biz ularning qachon kelishini, patlatqich doğrunu qayerdan elishini bilmaymiz de. Qani endi evatsin. Biroq har qancha odam evatgan bilanmi? Endi xiyli kechikdi. Polkovnik janoblari, ularni qanday qilamiz? Hammasini tutib kelaman. Kerish bo'lsin. Ünkür acıtı birlikte. Tüz kana. Davut Efendi. Bu kesim rolü kalıp oynadınız. Sizin kandak iskılıvatsınız. Ben düşündürdüm de. Okşuma sıkı olmamışım. Okşuma sıkı oğlu yok. Kitap bilen kaçan Allah'ın sıkalığını fakat tanrı iskalsın. Bunu sen de başka kim okumaydı? Bunu mümkün nerede bile vardı? Öpüşmek oynatmayız. Beni öldürüyorsunuz mu oldu? Planımızı uğurlaş için seni sürü kapırmış. Başarık. Eğer yavaş olmasam numaramı yeni tütümez. Türküp.
来晚了。准备好了吗？seni etdimi? Morigi. Men qilishga tegishli ishim. Vazifamni. Men bilaman, manman. Seni xato tushungan ekanman. Kerak yo'q. Ko'nglimga chiqarib.
qanchalik qoldi? Yana 15 minutdan o'tib ketib boramiz, general. Rahmat. Janobi polkovnik, biz mag'lub bo'ldik. Haqiqatan yaxshi ko'rdik.